Universitet aslida nima beradi? Asosiy nazariya, fikr yuritishni, atrof muhit, tanishlar, intizom. Agar siz universitetni tamomlasangiz muvaffaqiyatli bo'lasiz. Bolaligimizdan shu gapni eshitib ulg'aydik. Lekin nega diplomli odamlarning ko'pchiligi oddiy maoshga ishlaydi? Nega ayrim millionerlar universitetni tugatmagan? Universitetga kirayotgan yoshlar aslida nimani noto'g'ri tushunyapti? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Ota-onalar farzandiga diplom olsang hayoting joyida bo'ladi deydi. Maktab ham shunga tayyorlaydi. Jamiyat diplomni muvaffaqiyat belgisi deb biladi. Ammo diplom va muvaffaqiyat orasida avtomatik bog'liqlik yo'q. Universitet aslida nima beradi? Universitet asosiy nazariya, fikr yuritishni, atrof muhit, tanishlar, intizom. Lekin universitet Pul ishlashni o'rgatmaydi. mijoz topishni o'rgatmaydi, sotishni o'rgatmaydi, muzokara olib borishni o'rgatmaydi, shaxsiy brend yaratishni o'rgatmaydi. Ko'p hollarda zamonaviy AI vositalaridan foydalanishni ham chuqur o'rgatmaydi. Tasavvur qiling, ikki nomzod keldi. Birinchisi qizil diplomga ega, ammo tajribasi yo'q. Ikkinchisi oddiy diplomli, lekin portfoliosi bor, loyihalar qilgan, ingliz tilini biladi, AI bilan ishlaydi. Natija ko'rsatgan. Siz ish beruvchi bo'lsangiz, qaysi birini tanlaysiz? Javob ko'p hollarda aniq. 20 yil oldin diplom bu yaxshi ish, yaxshi mansab, yaxshi mashina degan edi. Bugun esa internet bor, YouTube bor, sun'iy intellektlar bor, onlayn kurslar bor, masofaviy ish bor, freelans bor. Endi bilim olish uchun universitet yagona yo'l emas. Universitet kerak emasmi? Yo'q, men bunday demoqchi emasman. Universitet shifokor, muhandis, yurist, arxitektor, o'qituvchi kabi kasblar uchun juda muhim. Universitetni tugatishning o'zi muvaffaqiyat kafolati emas. Nima qilish kerak? Agar talaba bo'lsang, ingliz tilini o'rgan, AI bilan ishlashni o'rgan, portfolio yarat, tajriba orttir, sotishni o'rgan, eng muhimi. Muloqotni rivojlantir, shaxsiy brend yarat. Universitet faqat diplom olish joyi deb emas, imkoniyatlar maydoni deb ko'r. Universitet sizga eshikni ko'rsatishi mumkin, lekin undan kirish yoki kirmaslik o'zingizga bog'liq. Bugungi dunyoda diplom sizni ishga olib kirishi mumkin, ammo sizni o'stiradigan narsa ko'nikmalar, tajriba va har kuni o'zingiz ustingizda ishlashingiz. Sizningcha, bugungi kunda diplom muhimmi yoki ko'nikmalar? Fikringizni izohlarda qoldiring. Yusufxon Ikromov kanalida sizni yana kutib qolamiz.